O'tgan oyda ijtimoiy taratqularda Şinjan Radio Televiziya Universiteti Qizilsuv sho'basining o'qituvchisi, shoir va tadqiqotchi Abdusamat Ro'zining bu yil 31-avgust kuni vafot bo'lganligi xabar qilindi. Erkin Osiyo radiosi muxbirining otishga qarta telefon ziyoratlari davomida uning turmida jon uzganligi, jasadning oilasiga qaytarilmasdan udli zaratgohlikka olib chiqilganligi va oila a'zolarining zaratgohlikka olib kelinib tahdid ostida norozilik fikri so'ralganligi oshkorlangan. Abdusamat Ro'zi tutqundagi ziyolilar tizimlikida eng boshda o'rin olgan tadqiqotchilardandir. Mazkur tizimlikning tuzuvchisi Norvegiya Uyg'ur fondining yetakchisi Abduvali Ayubning deyishicha, Abdusamat Ro'zi 2017-yil tutqun qilingan va 2019-yili 20 yillik kesitilgan. 2021-yili salomatligini masala ko'rilib qo'yib berilgan. 2022-yil sentyabrda qaytadan tutib ketilgan. Bu yil 8-oyning 31-kuni turmada jon uzgan. Xitoy yaqinqi mezgillarda Sharqi Turkistondagi jinoyatlarni yoshirish uchun davomlashtirayotgan atalmish Şinjan yaxshi joy nomidagi saxta tashviqotini texnik kuchaytirayotgan bo'lib, bu qatim Koreyada Şinjan yaxshi joy madaniyat sayohat haftaligi boshlagan. Shanxo agentligining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy doiralari 16 noyabr Koreyaning poytaxti Seulda atalmish Şinjan yaxshi joy madaniyat sayohat haftaligi faoliyatining ochilish marosimini o'tkazgan. Xitoy amaldorlari ochilish marosimida bu qatimliq faoliyatning Xitoy va Koreya xalqining do'stligini kuchaytirishga turtki bo'lishini, texmi ko'p koreyalik do'stlarning Şinjanga kelib ziyorat qilib, rayonning haqiqiy ahvolini his qilishini umid qilamiz degan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti yangidan e'lon qilgan dokladda Xitoyning turli g'arazlar bilan masjidlarni taqaydiganligi, chaqadiganligi va o'zgartiradiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Kishilik huquq kuzatish tashkiloti bularning Xitoyning islomga qarshi sistemlik harakatining bir qismi ekanligini aytdi. Bu doklad Xitoyning Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchiligi davomlashayotgan bir paytda e'lon qilingan bo'lib, Sharqi Turkistondagi masjid chiqish qilmishlari bilan birga Xitoydagi tunganlar o'ltiraqlashgan rayonlardagi masjidlarning ahvolini bayon qilingan. Dokladda aytilishicha, Ningxia avtonom rayonidagi musulmonlarni asos qilgan Liaochao yezisidagi 6 masjidning 3ning gumbazlari va munarlari vayron bo'lgan. Qolgan 3 masjidning asosiy ibodat rayonlari taqib etilgan. Avstraliya kabineti vaqtliq urush to'xtatish va Hamasning qo'lidagi bir qism tutqunlarni qo'yib berish to'g'risidagi bir kelishimni tasdiqladi. Qatarning murassa qilishi bilan hosil qilingan kelishimda Avstraliya turmalarida qamalgan nurg'un ayollar va yoshlarning qo'yib berilganligi ko'rsatildi. Hamas tarafmi bu kelishimni isbotlaydigan bayonot e'lon qilib, o'zlarining insonparvarlik urush to'xtatishni qarshi oladiganligini bayon qildi. Bayonotda yana Avstraliya turmusidagi 150 falastinlikning kelishim bilan qo'yib berilganligi ta'kidlandi. Amerika Davlat ishlar kotibiyatining bayonotchisi Matthew Miller o'zlarining Xitoyning O'rta Sharqda ijobiy rol o'ynashdan mamnun bo'ladiganligini, ammo rayondagi sheriklarining hech qanday narsa Amerika rahbarligining o'rnini olmaydi degan so'zlarni anglaganligini bildirdi. Miller muxbirlarni kutib olish yig'inida muxbirning Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining Falastin, Saudiya Arabiston, Indoneziya, Misr va Iordaniyaning diplomatiya ministrlari bilan Beijingda o'tkazgan uchrashishi to'g'risidagi savolga javob berganda yuqorqi so'zni aytgan. Xitoy bilan Saudiya Arabiston orasida ikki davlat o'rtasida yerlik pullarni ishlatish to'g'risida pul almashtirish kelishimi imzolandi. Ikki davlatning markaziy banklarining birlashma bayonotiga qaraganda 3 yillik kelishim doirasida 50 milliard yuan, ya'ni taxminan 6 milliard 970 million dollar Saudiya riyoliga almashtirildi ekan.